Hammaga salom. Bugun Brawl Stars o'ynaymiz. O'zi ana bu Feng o'yinchisini 4 kun avval ochgan ekan hozir. Unda 3-kun ochgan bo'laman va har kun 250 kubikdan yig'ib berganman. Bugun mana oxirgi o'yin testga chiqishga bismillah boshladik. Hali eng qiziqi 9-o'yin. Men hamma o'yinchilarim aniq 11-o'yindan ko'p. 11-o'yin yoki Prestige bo'lgan o'yinchilarim. Ana endi Fengni Prestige bir deb hisoblasam bo'ladi. Eng birinchi 9-o'yin bo'lgan o'yinchi, 9-o'yinda Prestige bo'lgan o'yinchi. Mayli 2 daqiqa qilay, hech bo'lmasa endi. Mana Chesterni ham bugun 250 kubik qildim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Buni ham yaqinda Prestige qilmoqchiman. Xayr.